الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dersimizni boshlaymiz. Bu книге Тасхилуль Баян у нас тафсир суры Ад-Духа. Поэтому сначала прочитаем по Корану и потом тафсир. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Теперь тафсирдан началось. Тасхилуль Баян, Раббарабус. سورة الضحى مكية وهي 11 آية. 82 سورة والضحى surasi Makkada nozildir. 11 oyatdir. Bismillahirrahmanirrahim. Marviydurki Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hazratlarına bir necha kun Jabrail kelmadi. Ham vahiy nozil bo'lmadi. Mushriklar bu holdan ta'na qilib uprekat etdi. Ta'na. Muhammadni Xudoy tashladi va dushman tutdi dedilar. Haq Taala onlarning so'zini rad qilib geri qoldi. Oyat yiberdi kimligi aytildi. والضحى ontdir ont. Duha vaqti birlakim
quyoshning ko'tarilib nuri ortgan vaqtdir. Vallayli dahi kisha birla, ya'ni ont. İza saja har qachon qorong'ilansa va ashyoni, ashyo deb shay'un ashyo, vesh, narsalarni, butun borliq tebrlar. Ashyoni zulmat qoplasa, qorong'ilik qoplasa. Ma vata'aka, qo'ymadi va tashlamadi seni ey Muhammad alayhissalom, Robbuka, sening Parvardigoring, Robbing. Va ma qala, ham dushman tutmadi seni, valal akhiratu, ham albatta oxirat davlati khayrun laka, izgurak va yaxshiroqdir senga. Endi ustiga ko'tarib qo'yamiz. Bo'ldi. Yaxshiroqdir senga. Minal ula, ushbu dunyo davlatidan, ya'ni dunyo davlatini istamagin, tilaman. Fani, o'tkinchi va ixtiborsizdir. Eskitatirgan aytib tugul dunyo. Bizga ketgan ko'pmi milliard kishi boylarda o'tib ketgan podsholarda ko'krayib yotalar hozir. Dunyo shunday yo'qoldi. Va aytaman narsa dünya davlatidan, ya'ni dünya davlatini istamagin, fani va ixtiborsizdir, balki oxiratni talab etdi. Va la sawfa yu'tika, ham tezdirkim berur senga Robbuka, sening Robbing ummatlarga shafaat qilmoq martabasini, darajasini. Fatarda, bas sen rozi bo'lursan, ya'ni shafaat rutbasini, shafaat rutba darajasi shul qadar ato qilinib, shul qadar aybatlab berir shafaat qilib mumkinchilik. Sen endi degan so'z, endi yetar, rozi bo'ldim deysiz. Biz payg'ambarimizga Alloh taolo shunday mumkinchilik beradi. Ko'pmi tilaysan ummatlarga, qo'ysini tilaysan, rizo bo'ldim deguncha shafaat. Alam yajidka yatiman, aya topmadimi seni Xudoy taolo bir yatim, ya'ni sen ota va onasiz bir yatim eding. Fa'awa, bas o'rin berdi senga o'zining dargohida, huzurida degan so'z. Farsh so'zi bu. Va o'zini muqarrab, yaqin ayladi. Va vajadaka, ham topdi seni Xudoy dolna, yo'ldan adashuvchi, fahada, bas ko'ndirdi va yo'lga soldi seni. Endi tafsiri keladi. Ya'ni bu adashgan degani-chi, ya'ni Shomdan Makkaga Xadija karvoni birla qaytib kelganda sen yo'ldan adashgan eding. Shomdan qaytib kelganda bir rivoyatda yo'ldan adashib ketadi. Xadija karvoni bilan kelganda savdo bilan. Xudoy taolaning farmoni, amri birla Jabroil Tivanni, duganni degan so'z. Tivanni yetaklab tutib, yetaklab seni Makka yo'lina soldi. Makka yo'lina solib qo'ydi. Yoki sen, yoki bundagi ma'no doldan, yoki sen adashgan eding ilm va hikmatdan. Ya'ni hali ko'p ilmning hikmatin yo'q edi Qur'onda kelganlar. Ya'ni shariat ilmini bilmas eding. Bas Xudoy taolo seni hidoyat qildi va senga shariat ilmini bildirdi demakdir. Shunday so'z bu degan so'zni qo'yibdingiz. Va vajadaka, daxil topdi Xudoy taolo seni ailan, faqir ham, ahli va iyol egasi. Oila, ahli va iyol degan so'z oila egasi. Fa aghna, bas boy qildi seni Xadija moli birla.
То есть Хадича onamiz boy edi, butunlay boylig'ini Rasulullohning da'vat yo'lini sarf qildi. Yoki sug'ushda hosil bo'lgan g'animat mollar bilan. Fa ammal yatima, bas amma yatimni fala taqhar. Bas qahr qilma. Ya'ni yatimlarni qadr va hurmat etgin. Va amma sa'ila va amma sadaqa so'rag'uvchini va tilanishini, tilab bergan kishi. Fala tanha, bas mahrum itmagil. Видите, aytmagil bo'lmaydi, itmagil. Va ona qotda so'z aytib, ranjitib, yibermagil. Va amma bi ni'mati robbika va amma parvardigarining ne'mati bilan fahaddith. Bas so'zlagin degan so'z. So'zlagin. Biz bugungi kundagi til bilan so'z deb aytamiz, shundaymi? Lekin so'ylash deb aytamiz. Z o'rnida ya qo'yib aytamiz. Aqlga qolamiz. Fahaddith, bas so'zlagin, ya'ni Xudoy taolaning senga bergan payg'ambarlik ne'matini xalqqa izhor qildi, oshiqlar. Va shariat hukmlarini onlarga erishtirgan. Ne'matini izhor qilmoq ne'matning shukronasidir. Bildingizmi? Ne'matni izhor qilmoq ne'matning narsasi ekan, shukronasi. То есть явно это говорит о не'mati, это есть благодарность.